Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi Abdulqodir xonadonimiz 6-dahada 9 qavatli binomiz 4-qavatida joylashgan bir xonali kvartiramiz. Juma ayyom muborak bo'lsin aziz vatandoshlarimiz. Asosiy lokatsiyalarimizni qo'ldan kelib tushuntirib bersak, Do'rimiz Toshkent Jamboa, bu tomon Beeline ofisi, Do'rimiz Xalq banki, Jasmine Tour inovatsiyalar görüşlari. Hamkor bank ham shu yerda joylashgan. Xullas, shu Beeline yonidan kelsangiz ham bo'ladi. Endi piyoda o'ring bo'ladi deb şuradan girgan yerda joylashgan ekan. Liftlarimiz ham ishlab turibdi, shaharni hop markazi desak ham bo'ladi avvalroq. Esa insonlar bilan obzor qilsak. Masalan, 4-qavatga chiqdik, liftlarni ishlab turibdi, kamera bilan jihozlangan. Eshiklarni xo'shroq, yaxshi eshiklardan qo'yilgan demir eshik, undan keyin MDF eshik. Bismillahirrohmanirrohim deb obzor qilsak, juma ham muborak bo'lsin aziz vatandoshlarimiz. Devonlarimiz bo'y galereyalar qo'yilgan, patologlarimiz 100% natujnoy. Xullas, feyzli roza Ramazon oylari muborak bo'lsin aziz xalqim. Berimiz yine spaniya, shkaf, oboy, patologlarimiz matvi natujnoylar, perdelarimiz qo'yilgan. LG firmani trezorlari, berimiz Arte firmani o'zimiz mahsulot, konserning oynalar o'zgargan, üst tizimi ega. Bir xonali o'ta kvadrat keng bo'ladi. Xullas, ajoyib yerda joylashgan ekan. Sanudlarimiz ishlari endi eshik. Yine taşlarım unutazımız, vannamız, niyabişine ötürgen ekan. Fotoğraflarımızdan birindeki acayip edeyim, natırdılar. Urgan, aşkana itibarla hala kılsa, demir katıyor. Verdiğine stolumuz var ekan. İmmir firmanı kirmaşını, moike, gaz birlikte, vasıklamda kafirluğuna haradengimiz bu. Mülki gesminden beyin ve alakat çıkarırsa, ekranlardan nakı bilen mülki gesminden nominle yaz kaldıran. Sağ olun.